Buxoro viloyatida Vatanparvar tashkiloti tomonidan yoshlar o'rtasida pnevmatik quroldan o'q otish bo'yicha viloyat chempionati o'tkazildi. Unda tashkilotning viloyatdagi tuman va shaharlardagi muassasalaridan 80 nafar yigit va qiz 10 metr masofadan turib pnevmatik miltiq va to'pponchalarda belgilangan nishonni mo'ljalga olishdi. Qizg'in va shiddatli o'tgan musobaqa yakunlariga ko'ra, o'g'il bolalar o'rtasida to'pponchadan o'q otish bo'yicha Alirahmon Xudoyorov, qizlar o'rtasida Ruxshona Kamolova g'oliblikni qo'lga kiritdilar. Miltiqdan o'q otish bo'yicha esa Laziz Mustafoyev va Taxmina To'xtayevaga teng keladiganlar topilmadi. Umumjamoa hisobida Romitan tumani o'quv sport texnika klubi jamoasi birinchi o'ringa sazovor bo'ldi. Ikkinchi va uchinchi o'rinlar Buxoro shahar 2-sonli o'quv sport texnika klubi va Shofirkon tumani o'quv sport texnika klubi jamoalariga nasib etdi. O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi Vatanparvar tashkilotining 2025-yil kalendar rejasiga asosan yoshlar o'rtasida havoli quroldan o'q otish bo'yicha viloyat birinchiligi musobaqasi o'tkazilmoqda. Musobaqamizda viloyatimizning barcha tumanlaridan yosh sportchilar qatnashmoqda. Ushbu sport musobaqalarida faxrli o'rinni egallagan sportchilar 13-17 may kunlari Andijon shahrida o'tkaziladigan respublika bosqichida ishtirok etadi. G'oliblikni va yuqori o'rinlarni qo'lga kiritgan sportchilar Vatanparvar tashkilotining diplomlari va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi.